Assalomu alaykum. Men ismim Lola Nodirova. Men Toshkent shahrida yashayman. Men sog'ligimda sezonniy allergiya bo'yicha juda ham qiynalardim. Kundalik hayotda sitrus mevalardan, parashoklardan allergiyam bor edi. Shu allergiyadan juda ham sog'ligimda muammo bo'lgan. Doimiy tabletkalar ichib yurganman. U vaqtincha, masalan, bir kunda 2 marta tabletka ichsam, vaqtincha ta'sir qilardi. Shu har kuni shu tabletkalar bilan allergiyaga qarshi tabletkalar ichib yurganman. Keyin menga mana shu nano balzamlarni tavsiya qilishdi. Men bu balzamlarni uncha ishonmasdan olib ichdim. Ichganimdan keyin o'sha birinchi hafta o'tdi. Ikkinchi haftada birinchi sezganimda sog'ligimda o'zgarishlar bo'yicha parashok sitrus mevalardan men allergiyalarim butunlay yo'qoldi. Hozir bemalol iste'mol qilaman, parashoklarni bemalol hidlab ko'ra olaman, atir, duki, mana shunaqa narsalardan bo'lgan. Shu sezonniy allergiyamdan 1 oyda qutuldim. Kuz faslida ichgan bo'lsam, bahor kelganda, o'sha menda bahorga mana bu daraxtlar gullagan paytda sezonniy allergiya butunlay yo'qolganini men o'zimda sezdim. Shu nano balzam orqali men allergiyadan butunlay xalos bo'ldim. Sizlarga ham tavsiya qilaman.